Bizlar farzandlarimizni olib kelishga maktabga yo'l oldik, ya'ni Yuxini maktabiga. Yo'q, baba. Yuxini maktabiga olib kelishga er-xotin ikkalamiz birga chiqdik. Chunki farzandimiz o'zini yolg'iz his qilmasligi uchun ham bugun turmush o'rtog'im dam oldilar. Faqat ertalabdan hamma vaqtimizni bolalar uchun ajratdik. Birinchi Ra'noxondan boshladik. Tish doktori, ko'z doktor hammasiga borib, bog'chasiga qo'yib kelib, ovqatlanib, endi Yuxini olib kelishga maktabga. To'g'rirog'i, ikkalamiz birga olib kelishga chiqqanimiz birinchi marta. Hech qachon unaqa qilmaganmiz, chunki uyimiz oldida maktab bormaganmiz. Olib kelishga bu safar Yuxini olib kelishga boramiz. Chunki maktabda o'zini juda ham yolg'iz his qilayotgan ekan. Shunga. Lekin endi katta qizni ham olishga boramiz. Kollejga. Mezzaqor. Wow. Dars hali tugamabdi, o'rtoqlar. Kutib turibmiz, hayron bo'lsa kerak. Onam bilan dadam nimaga keldi ekan deb.